امروز ما پرایتی ناو کتی سر میکنیم دوستان عزیز همش tam کانال نرخ‌تجی اومدیم گوید اما گفتگی نرخشم با ارزان‌تر میکنم توجیکی همه نرخشون گاو میزنن من شما دا ازبکی کتی میزنم همه bitta نرخ bilan achka harakat qilamiz salgan nasos kerak qanday nasos kerak hammasidan bor Kishonondagi eng katta nasos magazin 110 kilowatt o'zi. ya'ni 110 kilovat значит 500 kilovat и вообще kalon میشه 500 kilowattаш бо kalon дайҷа ҷокадан. birinchi etajga chiqamiz qarang yana bir dunyo nasos Tamom namud raketto, tamom namud nei dirni oyu glubinyo hamma namudosh ҳастан ака. 145 tonna suv chiqarib beradi 1 soatda 70 metr balandlikda 2 kilometr uzoqlikka olib boradi. Mana nasos makoni. Qaysi nasos sizga kerak? Pompalar kerak bo'lsa, benzinli. Aka, ba in qadar minut meshava in pattichgoy shuma tomosha mekinan aka. Inshaalloh tomosha mekin aka. Ko'p shunday narsani so'raydi. Bu gibrid. Hamma tarafa. Loyiqa suvga ham ishlaydi. Ya'ni 100 gradus issiqgacha ishlaydi. Narxidan keldik deb aytsangiz, ketkasi aniq bo'ladi. Bu beovoz. Вообще ovoz yo'q. 3 fazaga ham ishlaydi. Короче, 220 ga ham ishlaydi. Nasosni zo'ri kelibdi. Umni dom degan. Umni dom dedi-ku. Alisa, nimani yo'q dedi. Shu vaqt Kishonyon bozoridan boshqa narsa kerak. Biron skuteringizga zapchasi kerak, mashina zapchasi kerak yoki biron narsani narxini bilish kerak. Meni nomerim 9848 3999 nomerga telefon qilasiz. Shu narsa kerak desiz. Biz xizmatdamiz. Shu Kishonyonga. Ba kanali Narx.tj obuna shuda har roz narxi bozor kati shinos shav. Narx.tj. Assalomu alaykum do'stlar aziz. Xush omaded ba kanali Narx.tj. امروز ما پرایتی ناو کتی سر میکنیم دوستان عزیز پرایتی ناو چی میشه شما یک دستگیری کنید کنی کامنتر نویسید که ازبیکو هست نیست برای که یک کدا بسیار ازبیکو زنگ میزده ازبیکینا نمیفهمه نرخشون رو فهموندن یا خیلیش نمیفهمه برای همین ما از این اکام کتی فروشنده توجیکی همه نرخشون گاو میزنن من شما دا ازبیکی کتی گاو میزنم السلام علیکم اکا سوزی اکا تنجین میشه اکا شما سوزی انا اکا جون برای ازبک زبانو من حوزی میفهمونم شما توجیکیش کتی هر یک شب میفهمونه من ازبک کتی باجون دیل اکا اکا جون با خاطر که اینم کانال شما ازبکی میگین یا سکیت دیگه میکنم اول همه یکمش سکیت اکا تمام اینا اون نسوی اتوماتیکا ما یک 120 نمون نسوی اتوماتیکا داریم اکا سکیت کش خطی اکا جون این نمون نسوی ترمیک баландиш ака ҷон 20 метр баландия 30 литр об 280 сомон буд 210 сомон скидка қатӣ الان o'zbek gap zidani sar qilib do'stlar mana hozir biz o'zbekcha tushuntirib beramiz agar o'zbeklar ko'rayotgan bo'lsa har bir nasos uchun shu nimani proyektimiz uchun yangi proyekt bo'lganligi uchun aksiya qilyapmiz hozir mana shu nasos 20 metr balandlikka 30 litr suv chiqarib beradi 210 so'm deyapti skidka ya'ni skidkasimi 210 so'm skidka skidkash qati 290 so'm bud 290 so'm bud skidkash qati 210 so'm ya'ni 210 so'm رفتیم اکاجون ایش این اساسه به اوزای برای سیستم خانه وانا کوکنی اکا به اوز سپ رژیم داره اکاجون به اوزای 800 سومون بود 499 سومون skidka 800 so'm بود 499 so'm bir mana uyni ichiga qo'yiladi biz hozir bitta katta nasos qo'yib ovoz bilan ishlaydi bu beovoz вообще ovoz yo'q uyga qo'yib 3 palajina bilan ishlaydi do'stlar 800 so'm ekan 499 so'm deyapti masalan 500 so'mda 499 so'm skidkasi bilan mana shu yerda nechta nasoslar bor hozir hammasini sizlarga tushuntirib o'tamiz termik suv برای napor ha короче برای napor termik kuxni vana tamom chizda bu napor uchunda maqsad shunisini ham o'tganlik bir nima uchun deyish mumkin kachalka nimalar uchun emas shu kuxniga olib borish uchun nimaga termikga qo'yish uchun napor uchun aha marhamat in ish beda akajon 650 so'm skidka 580 so'm 650 so'm 580 so'mga skidka bo'ldi bu qayer nima uchun برای چی ekan برای سیستم vana kuxni ovoz dora همین سیستم هم میره همین سیستم هم میای این کلانتر اکاجون این کم کم زوگ داره اکاجون صفتی خوب مقصد این مدل کو تمام اینامو چه دارم اکاجون این خودش اتوماتیک میکشه او کدی کار میکنه مخکم کدی میمبر اکا تمام اینامو داشت تمام این واتش هست این 0.25 وات تا 2 کیلووات داریم 25 وات 0.25 wattdan to 2 kilovatgacha bor ekan qaysi razmerdan kerak bo'lsa bor misol bu 590 so'm 590 so'mdan boshlanadi yana kattalashib boradi bu yerda necha razmerlar bor razmer ko'p tamom namud razmer chad داریم بعد این نمودش داریم رله قطعی
насос комплект о бо кади кор мекунам маҳкам кади мембра ака 79 модель ам чиза дорем ака дорем ина бе овозои вакуумни система частотни система қати давленша регировка мекунӣ пасти баланд чанд кубае ки дар корта худат регировкаш мекунӣ ака агар 1 литр об дар кор боша насос як баро то меха тамом vakuumli varianti ham bor do'stlar. Mana shu yerda nechta variant? 76 variant bor deyapti. Xohlasangiz mana vakuumlisi bor, beovoz bor, ovozli mana shular hammasi ovoz suvni ochsangiz ishlaydi, suvni yopsangiz avtomatik o'chadi. Mana vakuumlar, vakuumni o'zgartirsa bo'ladi. Misol naporini sustroq, balandroq qilsa bo'ladi mana shulardan. ин ин модели омада вакуумни хеле автоматика на бадхид монда ин модели нава яка о ба ҳуи кади кор мекунам маҳкам кади мебара система бе омон акаҷон хича вапча мекша ин модело набудаг ака Agar o qoq shavad, xil-shaqil avtomatik bekisham. Agar suv kelmay qolsa, bu o'zini o'zi o'chiradi, avtomatika bo'ladi. Iom hamon o mekshoi giromisha o mahkam mekni. о мебара баъд бая чи хуби доран агар 1 литр об дар кор шава насос 1 круг то мехирад Ha. Agar bizga 1 litrlik suv kerak bo'lsa, ochasiz 1 litrga 1 krug aylanadi, tamom, o'zi avtomatik o'chadi. Shunday variantlar. Bu yerda shunchalik variant ko'pki, hozir bilmadim, hozir hammasini tushuntirib berishga harakat qilaman. Agar akam mayli desa, hammasini bitta narxi bilan aytishga harakat qilamiz. Salgina tojikcha bilan o'zbekchani orasida gapirish sal qiyin bo'lyapti, lekin tushuntirishga harakat qilamiz. Agar o'zbek bu meni gapimni tushunayotgan bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, kommentariyada biror narsa deb yozib qoldiring. Shunga qarab biz yana ko'proq bozorda yana biror narsa bo'lsa reklama qilib o'zbekcha gapirib chiqarishga harakat qilamiz. Proyektni navqani sizlar qo'llab-quvvatlashingizga qaraymiz. ҳам бардора ӯзбекзабони мо агар бошам акамро дастгир кунанд ҳамчора пеш мебарад проекти навошад иншалло дастгирит мекунанд ака иншалло кани акама ҳозир камерада гуфтамки мо ҳозир агар акам розӣ шава мо майда ҳар якча гап мезанем видеои калон бошаям майда нақша гап мезанем инстаграмда коротки видео мемонем вайда гап мезанем ки ягон чи комментарияда нависед мо автоматик силкаша рӯй мекунем ҳамон пурра абзорро рӯй мекунем ба хотири подписчикот ба ҷони дил любовиш агар бигӯен як моҳ нарх навош агар боша гап мезанам проблема нест ака тамом ака ҳозир ҳамаша нархша гуфтесем ин эра ҳамон якумги вакуумро нархша нагуфтем 3600 сомон акаҷон 3600 сомон deyapti mana shuni با حساب کانال شما بیام با است که خوبی دیگه با ما باش سورپرایز با معامله هست دوستان همش هم کانال نرختجی اومدیم گوید اما گفتگی نرخشم با ارزان‌تر میکنه هم خیلی نسوسه واکوم نیاکا تا 55 کیلووات چاستود میگدار دارن تا 55 کیلووات چا نه مقصد تا 20 کیلووات میتونن که در دومورم بزنن او با هوی کردن کار میکنن محکم کردن میمبره یا لیتر او در کورش نسوس یک کروگ تو میخوره هم من هم فونکسیونش دارم اکا تا 55 کیلووات تمام دومور ده اکا 15 этажа 25 этажа ака 100%. Кафолат то ба фикри ман o'zbekishda 55 kilovatgacha bor deyapti mana shu yerda. Eng maydasidan to 55 kilovatgacha bor. Misol domlarga urmoqchi bo'lsangiz, yo nimaga urmoq, uyda ichiga o'zi bunday dachalarga nimaga bo'lsa maydalari, kaltalari hamma namudan bor do'stlar. En asos omadaga bu modeli nav. Hech asod niye, bat i Wi-Fi xati. Umni dom. Wi-Fi xati akajon ҳуй мекунӣ кор мекунам маҳкам кард мембара метавонӣ смс рӯй кунӣ акаҷон насос гирон шава смс рӯй мекунӣ насос мембара чанд минута будильник вай бори монда мешавад таймер дора акаҷон бу таймер программа меам да телефонам ака установка мекунӣ ака насосда зӯра кепти умни дом мегам бели умни дом деди-ку алиса nimani yo'q dedi ana shu vaqtda mana shu ishlaydi mana shuni ulaydi telefonga payvast bo'ladi taymer qo'ysangiz ham bo'ladi boshqa joydan turib misol ish joyingizdan turib telefonda o'chirsangiz bo'ladi yoqsangiz bo'ladi hammasi Wi-Fi bilan ishlaydi. Umni domga, hozirgi zamonaviy domga zo'r tushadi. Asta mana blok. Yo 45 kilovat 55 to 500 kilovatgacha dori. Yo akay xilaki 45 kilovata 145 kub o balandi 70 metr balandi. Kilometri darozi telemekadagi 3 kilometr. Aziz do'stlar, mana ki 145 kub, 145 tonna 1 soatda suv chiqaradi ekan. Balandligi 70 metrgacha suv chiqarib beradi. Uzoqligi 2 kilometrgacha chiqarib beradi ekan. Ko'plar mana shunday nasos so'raganda eng kattalarini 45 kilovatligi manaki 145 tonna suv chiqarib beradi 1 soatda 70 metr balandlikda 2 kilometr uzoqlikka olib boradi. Narxi 70000 so'm. Narxi 70 ming so'm. Bu skitka shassa. Aha. Bu ayda mayda tarish misol 37 kilovat, 25 kilovat,
15 kilovat. Hamma maydash 0,7 kilovat. 3 kilovataj. 3 kilovat ha. 3 kilovataj hasta. 3 kilovatligi ay maydalari bor. Короче, eng kattasini ko'rsatdik. Maydasini oxirgi pastli razmergacha bor maydalari. Bu yerda mana kattasini so'radik narxini. 3 kilovatlik narxi Narx 3 kilovataj aka. 4000 so'm. ana 4000 so'mdan, 4000 so'mdan. Bundan ham kamroq, maydarog'i bor. Mana 3 kilovatligi 4000 so'm, 45000 so'mgacha bor. Bu yerda yana undan ham kattalari bor. Hozir yana hammasini ko'rsatib o'tamiz. Bad in nasomo chi xubi dora. Go'standart guzashtagi go'standarti jahoniy. 83 davlat ruy dunyoda aka nasos hast aka. Da Google mezanid modeli nasos aka. Model chame naysin da Google. Parametr xarakteristika narxnomash informatsiyash hamash mebra. Ne model chame naysin. Naka. Polni da Google. Xarakteristika informatsiyash kачествош hamasha guftaga. Narxish 83 davlat ruy dunyoda mebra aka. Mana do'stlar, bu yaxshi tarafi nimada? Buni informatsiyasi standarti jahondan o'tgan. Qarang. Shu mana shu yerda modelni yozib qo'yibdi. Shu modelni misol Google ga ursangiz, polna xarakteristikasini chiqarib beradi. Sizga narxlarigacha chiqarib beradi. Keyin solishtirib ko'rishingiz mumkin. Misol Tojikistonda qimmat, boshqa joyda arzon deb o'ylashingiz mumkin. Ana shu yerda narxni standart narxlarigacha yozilgan. Bu Tojikistonda arzonroq. Raketo аса акаҷон. Не ракето аса. Тамом намуд скважда ака. Российский, хитои, германский ҳама намуча дорем ака. Адмоткаш медай. Корпус нержавека акаҷон. Меди тоза. Кличаткош чугун ака. Ай 0,7 киловатт то 210 киловатташа дорум ака. Ҳама намудош ҳаста акаҷон. Бат ака кричаткош бат нархи хеле фарқ мекуна ё кричатко кати фарқ Айру мекуна? киловатт акаҷон. Ayru kilovat ha? О ака. Kilovat bilan farq qiladi do'stlar mana. O'zlaringiz mana ko'rib turibsizlar do'stlar. Men o'zim nasoslarda farqiga uncha bormayman. Hozir tushuntirib o'tdi. Hozir har bitta gapini eslab qolish ham qiyin bo'lyapti. Bu yerda krichatka kilovatiga qarab farq qiladi. Hozir ay kilovati pastish chand meshovat? Ай 0,7. 0,7 sekla. Хуб боло мерава акаҷон. 0,37 kilovatdan to amush Desada- oxir narxi chansimi? 0,7 tish. 0,7 1700. 3380. Diametri 32. Deyam. 32 lik turbalik 0,37 kilovatligi 1700 deyapti, 1300 ga sketkasi bilan 1300 deyapti bu yerda. Ikkita narx aytilgani uchun noto'g'ri tushunmangizlar. ин модел крокодило дорем. Тамоми намуд крокодилош ҳаста. Krokodilo chi vaydor aka? Крокодило барои ай водопровод, ай бочка, ай система окаш нагирифт. Kachalkada chimechasi ma'lum Качалка тамон качалкода ай дрин скважо, ай ҳама чӣ мекашака мегирад. Mana krokodillik nimalari bor ekan, asoslari. Крокодил не майдаш. Ay mayda. Mo hamasha narxcha guftan nametонем. Man faqat hamon savolom aytyapmanki, hamon yakta ay maydash narxcha megum yo oxirish. Мешав. Va xidshon mebrorada baroy xidish. Ами крокодил буда одам хурда Ҳиндустон нами заданаш. Amerika tishkasi. А. Zadashkasi. Buni nima demoqchi bo'ldim? Mana yerda singani bor ekan. Krokodil hozir nima bo'lib qoldi-ku o'zimizda? Kanallarda krokodil kelib qoldi. Mana shu bilan urib krokodil o'ldirgan ekan, mana bu yer sinib qoldi. Ana aka, kilovati mayda shansi mufti. Майдаш ай 0,3 киловатт ай 1200 сом. 1200 so'mdan 0,3 kilovatlik. 3 kilovat ha? 0,3. 0,3 meshavat. 0,3 kilovat. Uncha kilovatlardan farqiga bormayman. 0,3 kilovatligi 1300 so'm. 1300 so'm deyapti narxi. Барои шумо бо скидка. Bu skidkash hasta do'stingiz. O'z narxlarida aytyapti hozir. Yana skidkasi bo'ladi. Narx tijidan keldik deb aytsangiz, skidkasi aniq bo'ladi. Ва калон что 4 киловатт аст. 4 киловатташ аст ака. 7,5 сомон. Ham 200 volt kor mekanam 380. Ana, buni yaxshi tarafi 3 fazaga ham ishlaydi, короче 220 ga ham ishlaydi. 3800 so'm deyapti. Yana skidkasi bor. Bu yerda nasoslar ko'p. Hozir birinchi proyektimiz bo'lgani uchun kam-kam undan tushunib olib sizga o'zbekchalab gapirishim qiyin bo'lyapti. Ин аст берна любой размерш ҳаст. Ай 0,55 киловатт то 250. Ба 250 сар мешавад то 500. Ҳама намудаш ҳаст акаҷон. Чӣ намудаш ки хоҳем ҳаст. Mana do'stlar, mana yerda tashqariga qo'yilib, misol kachelkaga qo'yasiz, bochkalarga qo'yasiz nasos. Hamma razmerdagi nasoslar bor deyapti. Mana bu yerda ko'p, har birini aytib chiqish
qiyin, hozir qiyin bo'lyapti men uchun to'g'risi. O'zbekcha bilan tojikchani orasida. Telefon qilasizlar, nomeri bor. Mana shu ekranga nomerni qo'yamiz. Telefon qilib, yana ma'lumot olsangiz bo'ladi. Agar tushunmasalaringiz, balandda meni nomerim bo'ladi. Meni nomerim 98 48 39 99. Menga telefon qilsalaringiz, o'zim tushuntirishga kelib, yana ko'rib ketishga harakat qilaman. насоси гибрид меган ака мардуми шаҳри ту хунсангӣ дар ҷои гармӣ кор мекардагӣ тамом намудаш аст ай 1.5 киловатташ 220 волта 1.5 киловатт турбои 50 ай ӯ дорем ака то 530 киловатт акаҷон иёра насоси гибрид меган ё градусошон ака 100 градус то 100 градус гармия тоқат доран ака баландиёшон лубои параметраш ҳаст ака баъд и оби лоиқа оби ҷазир любой ча кашида мепартоянд основной барои канал истифодабари канал районода шаҳри туз қимсангир шугнов бисёр ҳам Oy loyiqa меёд. оби лоиқа пойқа канал мекашад Ko'p shunday narsani so'raydi. Bu gibrid. Hamma tarafa. Qarang, loyiqa suvga ham ishlaydi. Ya'ni 100 gradus issiqqacha ishlaydi ekan. 100 gradus issiq bo'lsa ham, shartuzda qanday issiq? Bu shuning yarmidan ko'piga ham bemalol beto'xtamay ishlaydi ekan. 50 lik turba, yana kattalari bor. Top 500 qancha то 540 киловатт top 540 kilovattgacha nasosi bor. Katalogini yak bir ko'rsatib yuboring. Ina. любой размер любой диаметраш ҳаст ин ҳеч 110 киловатт o'zi Ina 110 kilovat. Значит 500 kilovat и вообще kalon мешад. 500 киловатташ бо калон даҷа ҷо карда наметавонем ака ба ин қадар минут мешава ин подписчикои шумо тамошо мекунанд ака Иншалло тамошо мекунам ака. мумкин ози 7 соат шава ака ин магазин мо дар ҳар як модела оли навия этажа О, рост мегӯй. бол 2 этаж дорем 2 etаж emas. Rost мегӯй. Мо har yak chekatda nametavonем. Do'stlar, hozir biz gapirishga harakat qildik. Hozirda o'zida уже 20 minut, yarim soat bo'ldi. Hozir buni har bittasini tushuntirib bermaymiz u. Bu yoqqa sizlarga hozir keraklilarini tushuntirib berdik. Bu yoqqa mana shunday nasoslar bor, bu yerda bunday nasos bor. Hozir ikkinchi etajga ham chiqamiz, ko'rsatamiz polni sizlarga. Qaysi ma'qul bo'lsa, nomeri ekranda nomerlari bor. Telefon qilasiz, polni sizga obzor qilib tushuntirib beramiz. Misol, screenshot qilasiz. Shu nasos, misol, mana shuni screenshot qilasiz. Mana shu nasos menga kerak. Ariqa o'zimiz ichga tashlab qo'yib, uyga, hovliga suyib qali. Mana shular kerak bo'ladi. Misol, o'zim ishlatganim uchun mana shuni hozir aytayin olib. Ana shuni screenshot qilasiz, tashlaysiz nomeriga, telefon qilasiz, polni ma'lumot berib gapirib o'tadi. Agar tushunmasa, tojikchani tushunmasa, men o'zimga telefon qiling, 98 48 39 99 nomerimga. Men o'zim kelib shu yerdan xizmatingizni qilib beraman. тамом намуд ракето тамом намуд нейдрни ою глубиниё ҳама намудош ҳастанд ака мо тамом намуд глубиниё масъалаи глубиниё хоҳем глубиниё акат ай 4 тага 3 тага 7 тага любой намудош ҳаст ай 037 сар мешава акаҷон то 500 киловатта дил пир акаҷон Ака, hozir fahmidam. Hozir mo hamma shay xi gufta nametavonем. Hozir коротки мекунем видеоро, охир мекунем. Якам hamma shay fahmondani man уже фаҳмидам ки ира фаҳмондан то бегара гап занем иҷа насос гарини бисёр 2 этажа оли мебурам иҷа глубинка мегӯй десизлар глубинка десизларми скважинный насос десизларми ракетный насос deyiladi shular hammasidan bor ana do'stlar magazin ikkinchi darvozadan kirishda hozir sizga adreslarni ko'rsatib o'tamiz bu yerda hammalari bor buni tashqaridan gapirishga harakat qilaman mana pompalar kerak bo'lsa benzinli pompalar ham bor mana aka mana bu yerga kiramiz. Mana nasos makoni. Qaysi nasos sizga kerak? Siz mana shu WhatsAppda, mana shu ekrandagi nomerga yozasiz. Polni ma'lumot beradi. Hozir men tushuntirib berishga harakat qildim. Hech to'g'ri kelmadi, tushuntirib olmadik. Ko'plik qilib ketdi. Mana ikkinchi etajga chiqamiz, qarang. Yana bir dunyo nasos. Tushuntirib расчистили bug deysizlarmi? Shu nasos dunyosidagi hamma narsa bor. Mana domlar uchun mana bular. Qaysini narxi kerak bo'lsa, sizlar shu nomerga telefon qilasizlar. Polni aytib o'taman. Qancha nasos kerak, qanday nasos kerak, hammasidan bor. Pshonondagi eng katta nasos magazin. Sizga qanday nasos kerak? Kommentariyada yozing. Agar siz tojikchalab tushuntira olmasangiz, men o'zim hozir yangi proyektga ishlayapman. Sizga nima kerak? Nafaqat sizga nasos, balkim boshqa mana shu Kshonyon bozoridan boshqa narsa kerak, biron skuteringizga zapchasi kerak, mashina zapchasi kerak yoki biron narsani narxini bilish kerak.
meni nomerim 90848 3999 nomeriga telefon qilasiz. Shu narsa kerak desangiz, biz xizmatdamiz. Shu Kushonga xizmatini qilib beramiz. Misol o'zingiz kela olmaysiz, kelishingiz uchun qancha rasxod ketish kerak, vaqtingiz ketish kerak, sizni vaqtingizni biz tejab beramiz. Kelamiz, qaysi magazinga bordiysizmi, nechta magazindan narxlarini so'rab berdiysizmi, hammasini qilib beramiz. Bu yerda nechta nasoslar bor, sizga nasos kerak bo'lsa, shu ekrandagi nomeri bor. Shu nomerga telefon qilasizlar. Mana hozir ikkinchi darvoza. Yana anchadan keyin uchinchi darvoza bo'ladi, chunki bu yoqda yangi darvoza ochildi. Mana magazini. Aziz do'stlar, mana shu magazin. Ba kanali Narx Teji obuna shuda har ro'z narxi bozor kati shinos shav. Narx Teji